Bonu Fantamas. Matiz. Semiz Karatis. Nexi 2. Legenda. Yanib ketay, go'zalim mani. Honda. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, como se riega por el suelo. Ay, llevo. Bilasizlar, Gambit O'zbekistondagi mashhur fokusnik va ana endi hozir bular menga fokus o'tadilar. Fokuslarni tez qilib bo'lmaydi o'zi. O'rganish qiyin, no, omon tez o'rganadigan fokus tayyorlab qo'yganman. Shu o'rganish uchun bitta qog'oz bilan urishga kerak bo'ladi. Men uni bilan tayyorlab olish kerak buni. Bo'ldi. Qog'oz bilan urishgan o'zi? Boshlanishiga qog'ozni kichkina qilib kesib olamiz, azizlar. Da. WhatsApp hammaga, qarochi bugundan boshlab Omonbit fokuslikman. Shuning uchun men endi Maqsud qara qolsang fokus qilaman. Qayoqligini o'qiyman. Bo'ldi, davay. Ishonmayman men. 3 ta narsa o'ylaysan, o'sha mana shu qog'oz yozilgan bo'ladi. Tushundingmi? Bo'ldi. Любой bitta hayvon o'yla. Shoshma. Undan oldin men o'ylagan hayvonni yozib turaman. Sen o'ylab ketasan. Qaysi hayvon o'ylading? Ot. Okey. Ana endi любой bitta mashinani o'yla. O'yladim. O'ylab bo'ldingmi? Da. Qaysi mashinani o'ylading? BMW. BMWni o'yladingmi? Da. Ana endi любой bitta strelkani qo'ygan tarafini o'yla. Da, o'yladim. O'yladingmi? Xo'p, qaysi tarafga o'ylading endi? Yuqoriga. Hop, ana endi qara. Hammasini topib o'sha etishdan oldin yozganimni hamma ko'rdi va ana endi qara. Strelka yuqoriga. Nima hayvon, qaysi hayvonni o'ylading? Ot. Ot. Etishdan oldin yozdingmi, ko'rdingmi? Da. Va BMW. Yedingmi? Va endi bu fokusning siri nimadaligini bilib olamiz. Xo'p, qog'ozlarni kesib oldik. Endi qara, birinchisiga zritelga aytasan, "Что xohlagan hayvoningizni ayting" deysan-da. Bitta strelka chizib olasan. Например. Ya'ni u etishdan oldin yozib olishim kerak. Yo'q, xayolida o'ylaydi u. Hayvonni o'ylang xayolingda deysan-da, как будто yozgandek bo'lib, tepaga strelka chizib olasan. Keyin o'yladingizmi deysan, "Da, bo'ldi, o'ylab bo'ldim." Keyin chetga olib qo'ysan-da, "Nima hayvonni o'yladingiz" deysan. U, например, maymun deydi. Maymun. Hop, to'g'ri o'yladingiz. Okey, davom etamiz. Endi bitta mashina o'ylang deysan-da, sen bu yoqqa maymun deb yozasan. Yaxshi. Hop. Maymun deb yozasan-da, xayolingizda o'yladingizmi deysan, da o'yladingiz, chetga olib qo'yasan-da. Ana endi mashinangizni ayting deysan. Например, u BID deydi. Okey, BID yozasan. Undan keyin xayolingizda bitta strelka o'ylang deysan. Вот, например, o'sha sen strelkani chizib qo'ygansan. Chizib qo'yganingdan keyin aytasan, qaysi tarafga strelkani o'ylovdingiz deysan. U, например, o'ngga deydi. Bu strelkani bundoq qilasan-da, mana o'ngga. Qaysi hayvonni o'yladingiz deydi. Maymun. Вот, men fikringizni o'qib. Qaysi mashinani o'yladingiz? BID. Вот, men BID. O'rtoqlar, bo'ldi. Mashina qilib aldingiz-a? Men bu fokusni hozir ana endi Maqsudda sinab ko'raman. Va shuna